Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz oldin xitim kitob va non deb bir qisqa bir leksiya so'zlagan edik. Undan men kitobning biz uchun zot nimadan derak berganligi haqida qisqacha to'xtaldim. Endi bugun men sizlarga bir kitob tavsiya qilmoqchi. Bundan keyin men mushunga o'xshash o'zim yoqtirgan va sizlar bilan o'rtoqlashishni zarur deb qarab ba'zi kitoblarni sizlarga tavsiya qilaman. Bugun sizlarga tavsiya qiladigan birinchi kitobim Sajiya Islom tadqiqot markazi tayyorlagan Yar Muhammad Jaloliddin avtorligidagi bir asar. Ya'ni Yegona yaratquchi degan asar. Ben bu eserini ağandan keyin o'qib chiqdim, nihoyatda hayajonlandim desam bo'ldi. Ya'ni oxiri bizning bir diniy o'limlarimiz ma'lum darajada aytganda bir dunyoviy saviyaga ega. Yoki shu sohada bir xalqaro saviyaga yaqinlashgan yoki shuning bilan parallel tura oladigan bir asarni vujudga chiqaribdi deb o'yladim. Chunki men aqida haqida Arabcha kitoblardan bir turkumini o'qidim, ingliz kitoblarini o'qib baktım. Ammo bu kitob menga o'z ona tilimizda yozilganligi uchun emas, balki kitobning saviyasi, tili, qurilmasi har jihatdan menga alohida ta'sir qoldirdi. Shunlashqa bu kitobni sizlarga tavsiya qilaman. Tavsiya qilishimning yana bir sababi, hozir biz ig'ir bir e'tiqod krizisi davrida yashayapmiz. Ko'pinchimiz o'zimizning islom aqidasini ota-onamizdan o'rgangan eng oddiy shaklda qabul qilib tushunib kelgan. Bugungi vaqtda bizning e'tiqodimizni asli liniyasidan chiqarib o'tadigan yoki bizni e'tiqodiy jihatda har xil ozg'un yo'llarga yetaklaydigan xilma-xil qarash, fikrlar jahonda yamrayotdi. Biz uni internetdan har qaysi ushur manbalaridan ko'ra olamiz. Mana bu shunday vaqtda bizning o'z e'tiqodimizni mustaqil bir aqliy va falsafiy asos ustiga qurishimiz nihoyatda muhim deb o'ylayman. Chunki agar bizning e'tiqodimiz ana shunday bir cho'nqurlikqa, mustahkamlikqa ega bo'lmasa, biz har vaqt bizga chiroyli ko'ringan, bizga to'g'ri bilingan ozg'un qarashlarning keyiniga ergashib ketishimiz mumkin. Andan keyin kitobning Uyg'ur tili nuqtasidan kuzatgan vaqtimizda ana til jihatdan haqiqatan bir yuqori saviyada yozilgan deyishga bo'ldi. Bu jihatdan bizning diniy sohadagi o'limalarimizga va hammamizga nihoyat yaxshi bir o'rnak tashkil qildi deb ayta olaman. Garchi bizning diniy ma'rifimiz muayyan saviyaga yetgan bo'lsa-mu, ammo yezishga yetarli ahamiyat berilmaganligi uchun yoki har xil sabablar tufayli ahamiyat berilmaganligi uchun o'zimizning ona tilida mustaqil asar ijod qilish faqat bir qancha diniy o'limlarimizning qo'ldan kelgan ishga aylanib qolgan. Endi bu jihatdan bu asar yana bir boshlamchilik rol o'yindi deb aytsam xato bo'lmaydi. Oxirida shu Turkiyani markaz qilgan, albatta Saudiya Arabiston va Misr qatorliq boshqa joylardan bor. Dinda o'qiyotgan nurg'un o'quvchilarimiz bor. Shu o'quvchilarimizga men bu kitobni nihoyat kuchli tavsiya qilaman. Hech bo'lmasa ularni o'qish bitgandan keyin o'zining ona tilida millatimiz uchun muhim asarlarni yozishi lozim, qoldirish lozim. Shu nuqtadan bu asar ularga bir o'rnak bo'la oladi. Ya'ni o'rganishga arziydi. Hatto bu kitobni qayta o'qishi, til jihatdan, qurilma jihatdan, hamma jihatdan o'rganishga arziydi deb o'ylayman. Hatto qayta o'qib chiqishi, o'zaro saboqdoshlari bilan muzokara qilishi, mutolaa qilishi, hatto ko'chirib chiqsa-mu bo'ldi. Kitobning maqsadi haqida avtorning o'zining kitobga yozganlarini men sizlarga o'qib beray. Shuningdek kitobning maqsadini ro'shan tushuna olasizlar. Aqida demak mavjudlik demakdir. Aqida demak nijotlik demakdir. Faqat sog'lom aqidalar insonga uning insonligini to'ntidi. Faqat sog'lom aqidalar insonga hayotning ma'nosini, yashashdagi g'oyasini ko'rsatib beradi. Islom ummati hammadan avval aqidasi bilan ummatdir. Bu ummat shalliq zafarlarni, olam shumul g'alabalarni qo'lga keltirgan bo'lsa, ana shu to'g'ri aqida va mustahkam iymon soyasini qo'lga keltirgandir. Ajdodlarimiz aqida bilmagan shaytonga eldur deb to'limi to'g'ri aytgan. O'tmishda musulmonlarning ruhi qancha to'g'ri aqida va suzuk iymon bilan sug'urilib, izzat va sha'ni shavkatga to'lib yashagan. Mustahkam e'tiqodi turtkisida har jihatdan insoniyat karvonining boshlamchiligiga aylangan bo'lsa, bugungi musulmonlarning mag'lubiyatiga aqidaga bo'lgan jaholat, iymoniy halovatiga yo'qsizlik va bilim ma'rifat asosida shakllangan sog'lom aqidadan iborat buyuk bir tutqudan mahrumlik asosiy sabablar qatoridan o'rinlab kelmoqda. 21-asrda yashayotgan har bir iymonliq Uyg'ur uchun aytganda, 1000 yildan beri ishinib kelgan bir dinning e'tiqod sistemasini yangi davr ilmiy tadqiqot yo'nalishi asosida tunib chiqish aqidasi oldidagi va bu aqidaning egasi bo'lgan ulug' Allohning oldidagi musulmonlik majburiyatidir. Yegona yaratquchi nomli bu asar millatning bilim xazinasida kam bo'layotgan va diniy ilm tariximizda to'ldirimiz bo'lmaydigan muhim bo'shliqlarni to'ldirish ko'zlangan tadqiqot xarakterli asar bo'lib, bugungi qatmuqat ehtiyoj va zaruriyatlar qo'shavidagi tarixiy bir davrning tahrirsiz talablari va jiddiy taqozzolarining mahsulidir. Hammalarga rahmat.